Yosh katta qiz kelin bo'lsa, bunaqa qizlar вообще erinmaydi. Kelin bizda kir mashina bor-ku. Kir mashinangiz 1,5 soat yuvarkan. Men 20 minutda yuvib olaman buni. Oyga zavtrga issiqni nonlayaptim. Qizim biz domda turamiz. Domda tagiga tandir yasattirdim-da o'g'lingizga. Pechara bolam. Boshqa non yopmaysanmi, buzuriymi? Bunaqa qizlar qo'l harakatlaringizdan nima demoqchiligingizni tushunadi. Kelin bitta qo'lingiz bo'sh ekan-a, qani? Ana tushungan odam sadaqasi ketsin. O'ng taraf, ana. Tushundim oyijon, mand qilish kerak-a? Anu Zebo, Kiyimlaringizni dazmollab qo'yib bo'lganmi? Pul olishga ham erinayapman yangacha. Yurib oling hajabim. Nima hamma shamolasam, siz shamollamaysiz, shu qiz bormi? Kam yashaganingiz bilinadi desh o'ta singilcha immunitetni ko'tarish kerak. Mana Suprazin Immuno. Mashina ichib yurish kerak odam. Organizm kurashuvchanligini yaxshilaydi. Tarkibida vitamin D, C, sink bor. 3 tomonlama himoya. Menga bering xo'y. Ichib oling, tezroq tuzalib, erga tegib ketib uyni bo'shating. Oyijon, siz ham ichib oling, hozir o'g'lingizga ham bo'g'izlab ichib chiqdim. Bunaqa qizlar erga tekkuncha hamma narsani o'rganib bo'lgan bo'ladi. Tikuvchilik, ingliz tili, dehqonchilik, bolaga qarash, kemasozlik, fura haydash, hamshiralik, ustachilik. Men bu 3-qator qiyshuv terilgan, bizni boshqatdan quringlar. kim bu o'zi? Mahallaning kelini-yu. Keliningiz necha chaqqon? Meni kelinim dangasa. Keliningiz nechinchi yil? 2006. 97lardan kelin qilish kerak-da. Sizlarcha Suprazin ichdinglarmi?